Bu videoni bitta ko'ring. Minus 40 darajada ham odamlar vaqtli bo'lib yashashi mumkin ekan o'rtoqlar. Hech qaysi uyda gaz yo'q. Ishoninglar, hech qaysi uyda gaz yo'q. Ya'ni tabiiy gazni o'zi yo'q. Odamlar minus 40 ta bo'lsa ham elektr energiyani hisobiga yashashayotgan ekan. Elektr energiya ham ularda juda ham ko'p, arzon degani emas. Eng muhim narsalardan biri uy juda ham zo'r izolyatsiya qilingan o'rtoqlar. Ko'ryapsizmi? Gap faqat otopleniyada emas, asosiysi uyni to'g'ri utepleniya qilishdi. O'zbekistonda ham uyingizni to'g'ri utepleniya qiladigan bo'lsangiz, xuddi shu videodagidek uyingizni shu bitta konditsioner bilan isitsangiz bo'ladi. Faqat bizani iqlimga mos qoida va me'yorlarida qilish kerak. Biz shu sohada 8 yildan beri ishlab kelamiz. Shu vaqtgacha 200 dan oshiq obyektlarni sifatli utepleniya qilib berganmiz. Agar siz ham uyingizni energiya va gaz tejamkorlik qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Teplo Masterga murojaat qiling. Biz o'zimiz borib sizga konsultatsiyalarni berib va alohida uyingiz uchun yechim beramiz.